degan ekan. Bir kun avval men Rossiyada edim, o'zimiz Rossiyada ishlaymiz. Kelib qoldik, Falakning gardishi Alloh taolaning bilan bir taqdiri, nasib qilgan to'y. Mana boshbo'g'a qo'shilib Saymazor boshning o'g'li bo'laman. Qolaversa mana O'zbekistondan Surxondaryodan Aslim boshi, Ro'ziqul boshi akamiz keldi. Shular qatoridan ozgina navbat berdi. Jalab bir chekkada navbatni oldik. Qo'ldan kelgancha aytamiz. Qo'limiz do'mbiradan chiqib ketgan, ovozimiz sozdan chiqib ketgan. Shunday bo'lsa ham bir maydan aytib beramiz. Qo'ng'iroqning bolasi boshliqni bilmaydi demangizlar bari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qur'on Hoji bobomizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. 2 yosh qo'shcha qarisin, uyiga Xo'ja Xodir alayhisalom dorisin. Boqshining aytgan so'zi yeli yurtqa porisin. Nima deymiz, nasib bo'lsa 2 yosh qo'shcha qarisin. 2 yoshga Xudoyim taolo 10 ta qiz bersin, 10 ta o'g'il bersin. Biri olim bo'lsin, biri ma'lum bo'lsin, biri qori Qur'on bo'lsin, biri rais bo'lsin, biri otni bog'adigan sayis bo'lsin. Zamonning davrning talabi Rossiyaga borganda bir gap bilan ta'sirlik bo'lsin deymiz. Nima deymiz? Hammaga yaxshi kayfiyat, bir maydan qo'shiq aytamiz. Dualar alim ketayan, Qarğandayan